Milliy tiklanish demokratik partiyasi muhim tashabbus bilan otalar kunini rasmiy kun sifatida nishonlash bo'yicha, uni joriy etish bo'yicha tashabbus bilan chiqmoqda. Milliy tiklanish jamoasini yaxshi tashabbus bilan chiqqani bilan chin dildan tabriklayman va men qo'llab-quvvatlayman bu tashabbusni. Bizning qadriyatlarimizga ham to'la mos keladi. Qaysi oilada ota ustun bo'lsa, otani gapi o'tadigan bo'lsa, o'sha oilada farzandlar tarbiyasi ham mukammal. Farzand har qanaqa holatda birinchi tur beradigan shaxs, uni himoya qiladigan, qutqaradigan, najot bo'ladigan ota. Otani qiladigan vazifalari borki, uni o'rniga boshqasi buni qilib bera olmaydi. Shuning uchun uni huquqlar bilan ham ta'minlanishi kerak. Otalar kuni taklifi juda ham maqsadga muvofiq. Biz e'zozlash bilan, e'tibor berish bilan bir qatorda otalarning mas'uliyatini o'ziga yuklaymiz. Oilada farzandlar otadan o'rganadigan jihatlari bor. Nafaqat o'g'il bolalarni, hatto qiz bolalar ham otadan olish kerak bo'lgan joylar bor. Buni yil davomida amalga oshirishni men taklif bergan bo'lar edim. Bir kunni nishonlab bu bilan natijaga erishish juda qiyin. Jamiyatda mas'uliyatli otalikni targ'ib etish, qadriyatlarini tarkib toptirishga qaratilgan otalik madaniyatini rivojlantirish, hattoki milliy dasturi desak bo'ladi. Mana shu dasturni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ota bo'lish oson, lekin otalik qilish ancha mushkul ish hisoblanadi. Otalik madaniyatini, otalik majburiyatini bugun chuqurroq tahlil qilishimiz kerak va bu bo'yicha milliy dasturlar qabul qilishimiz kerak. Bu narsa norasmiy bor joy-joylarda, lekin keng ommaga targ'ib etish vaqti allaqachon yetib kelgan. Ba'zi bir erkaklarni jamiyatdagi o'sha minusi yaxshi erkaklarni ham yomonga aylantirib qo'yapti-da. Bu tashabbus juda ham go'zal, faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Farzandni tarbiyasida ham otani, ham onani o'rni juda ham katta. Otalar kunini tashkil qilinishi bu tashabbus juda ham ajoyib tashabbus. Qo'llab-quvvatlaymiz. Otaga qarab turib bolalar o'sadi, rivojlanadi, kuchli bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Otasini o'sha kiygan kiyimiga qarab turib bolalar o'ziga rang tanlaydi, kiyim tanlaydi. Ayollarimizga otalarni, erlarni, erkaklarni qadrlash masalasini ham juda ko'p targ'ibot qilishimiz kerak. Qancha tez targ'ibot qiladigan bo'lsak va qancha ko'p targ'ibot qiladigan bo'lsak, bu ongimizda tezroq shakllanadi. Farzand tarbiyasida, ayniqsa o'g'il bola tarbiyasida otaning ahamiyati juda katta. An'anaviy qadriyatni ushlagan oilalarda ko'proq o'sha buvi yoki dodalarni borligi, milliy qadriyatlarimizga asoslanib tarbiya berishayotganligi uchun ham otalik maqomi hali hanuzgacha ham o'sha kuchda turibdi. Zamonaviy tarbiyadagi oilalarda, men kechirasizlar-yu, hozirgi kunda ota bilan farzandlar odatda do'stona munosabat o'rnatgan. Bizning qadriyatimizga ko'ra ota o'tirgan uyi hattoki tomiga chiqilmasdi. Otani orqasidan hatlab o'tilmas edi. Qadriyatimizda ham otamiz ham er yigit qilib, o'sha suyangan tog'imiz, bir so'zli inson qilib tarbiyalaydigan inson oilada ota bo'ladi. Vatanni himoya qiladigan inson bu erkak kishi bo'ladi. Ota-onalar yig'ilishlarda otalar emas, onalar ko'proq keladi. Otalar kelsa baribir o'qituvchi yoki pedagog o'sha yerda gapirayotgan gapi yoki u ishtirok etgandan keyin uni mas'uliyat boshqacha bo'ladi. Tashabbusni biz ham qo'llab-quvvatlaymiz. Jamiyatda, nafaqat jamiyat, balki oilada o'sha otani o'rni biroz pasayib qolganligini onalar his qilganligi uchun onalar tomonidan biroz muhokama qilinayotganligi, ilmiy tadqiqot ishlari olib borayotganini ko'ryapmiz. Otani mas'uliyatini ona tomonidan olinayotganligi yo'q, unaqa qilish kerak emas. O'sha har bir otaning mas'uliyatini ona o'ziga bersin. Odatda otalar kunini joriy etish masalasi haqida gap ketganda nimagadir ham hamma bayram deb tushunyapti. Bizning o'zbek milliy qadriyatlarimizda ota oilani boshlig'i va ustuni.